Ramazon mehr muruvvat, ahillik va shukronalik oyi. Azaliy udumlarimizga ko'ra, ulug' kunlarda kam ta'minlangan, ehtiyojmand oilalarga xayr-saxovatlar ko'rsatildi. Xonadonlarda iftorliklar tashkil etilib, yurtdoshlarimiz ko'ngillariga ko'tarinkilik olib kirildi. Qo'shtepa tumani Tinchlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashovchi Mahfuza Xursanova 3 nafar farzandning onasi. Turmush o'rtog'ining vafotidan so'ng farzandlar tarbiyasi uning zimmasiga tushgan. Oilaning kam ta'minlanganligi e'tiborga olinib, ularga maishiy texnika vositalari topshirildi. Duoga qo'l ochilib, mana shunday shukuhli kunlarga shukrona keltirildi. Yurtga tinchlik, omonlik, dasturxonlarga to'kin sochinlik tilandi. Ilohim yurtimizda bunaqangi saxovatli pesh odamlar ko'paysin. Mana shu bizda sharoitlarni zo'r qilib berayotgan prezidentimizga rahmat. Bizni o'ylab, mana shuncha sharoitlar qilyapti. Miskinlarni yo'qlashyapti. Yaxshilar. Ilohim tan joylari sog' bo'lsin. Yurtimiz bundanda tinch bo'lsin. Saxiy odamlar ko'p bo'lsin. Joylarda o'tkazilgan bu kabi tadbirlar yurtdoshlarimizning qalbini yayratmoqda, shukronaliklariga sabab bo'lyapti. Yaxshilik, birovning ko'nglini olish, sovg'alar ulashish bizning jamiyatimizda odamlarning qon-qoniga singib ketgan tushunchalardir. Bayramlar arafasida ayniqsa bu boradagi ishlar har qachongidan avj oladi. Saxovatpesha insonlar bu gal ham astoydil yeng shimarganlar. Oziq-ovqat mahsulotlarining saralari tanlandi va birin-ketin tartiblanib keraklicha jamlandi. Asta-sekin mashinalarga yuklandi hamda Qo'qon shahrining belgilangan manzillari tomon yo'lga otlanildi. Xayriya transporti nihoyat Shikorbegi mahalla fuqarolar yig'iniga yetib keldi. Bu hududda ham bayram sovg'alari atalgan bir qancha xonadonlar bor. Tashabbuskorlarning Sofiyxon Ashurovalarnikiga tashrifi ayaning ko'nglini osmon qadar ko'tardi. O'tgan damlarni yodga olarkan, ko'rsatilgan e'tibordan xursandligini yashirmadi. Uzundan uzun duo qildi. Shu zavodda ishlaganman, ximiya zavodi bo'lgan vaqtida 85-yildan boshlab shu yerda ishlab shu uyda oldim. Mana bu yerda o'tirganimga 41 yil bo'ldi. Men mazam yo'q. Ko'p yillardan buyon og'riyman. Kutilmagan, men hayolimga ham keltirganim yo'q. Kutilmagan menga sovg'a bo'ldi. Rahmat hammalaringga. Mana shu ishlarni tashkil qilgan prezidentimiz ham umrlari uzoq bo'lsin, to'rmuchalari sog' bo'lsin, ko'p yillarga yurtimizga bosh bo'lib yursinlar. Biz ham shu sizlarning qatorlaringda sog' salomat yuraveraylik hammamiz. Yanagi yillarga shu ro'za Ramazonlarga yana uchrashishni Xudoyim nasib ro'za aylasin. Navbat At-Termiziy mahalla fuqarolar yig'iniga keldi. Shu singari birin-ketin Qo'qondagi ko'plab mahalla fuqarolar yig'iniga kirib, bayram tuhfalari ulashib chiqildi. Sovg'alar berish bilan cheklanilgani yo'q. Shu bahona xotin-qizlarning qiziqishlari, intilishlari ham yo'l-yo'lakay so'raldi. Tadbirkorlikni boshlash bo'yicha maslahatlar berildi. Nafaqat oziq-ovqat jamlanmalari, shu qatorda boshqa turdagi yordamlar bilan ham xonadonlarga kirib borildi. Bu ezgu ish shaxsan yurtboshimizning tashabbusi bilan olib borilyapti va jamiyatimizda nodavlat sektor qay darajada samarali ishlayotganligining tasdig'i bo'la oladi. Oliy Majlis huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi, O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi, Yuksalish harakati, Demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi kabi tashkilot va muassasalar hamkorligidagi ezgu amallar nafaqat viloyatimizning barcha tuman shaharlari, balki respublikamizning hamma nuqtalarida birdek olib borilyapti. Qo'qon shahrida bayram sovg'alarini tarqatish esa bizga ishonib topshirildi, deydi Tadbirkor ayollar biznes markazi nodavlat notijorat tashkiloti rahbari Hilolaxon O'rinboyeva. Bugun biz Qo'qon shahrida istiqomat qiluvchi 85 nafar ijtimoiy himoyaga muhtoj, lekin ijtimoiy himoya reyestriga kirmagan ayollarimiz uchun oziq-ovqat paketlari, dori-darmonlar, kommunal to'lovlari, ijara shartnomalarini to'lab berish orqali yordam beryapmiz. Bu ayollarimiz mahalla faollari, hokim yordamchilari, ijtimoiy xodimlar tomonidan tanlab olindi. Har birlarini alohida o'rganib chiqilib, kerakli yordamlar shakllantirib, o'sha orqali ko'maklashilyapti. Bu turdagi yordamlar bundan buyog'iga yil davomida davom etadi, bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Charxani ko'prigi mahallasida istiqomat qiluvchi Oygul Mamatova shu kuni yangi tikuv mashinasi egasiga aylandi. Endi tezda ish faoliyatimni boshlayman, dedi Oygul Mamatova. Tashkilotchilarning aytishicha, qo'shaloq bayramlar munosabati bilan mazkur loyiha doirasida birgina Qo'qon shahrining o'zida jami 15 nafar ayollarga oziq-ovqat jamlanmalari berilgan bo'lsa, 5 nafarlariga tikuv mashinalari hadya etildi. 25 nafar bemor xotin-qizlarning davolanishlari uchun dori-darmonlarga pul mablag'i ajratildi. 30 nafar ayollarning kommunal xizmat ko'rsatuvchi idoralardan bo'lgan qarzdorligi bartaraf etildi. Shuningdek, ayrim ayollarning ijara qarzdorligi hal etib berildi. Shu tariqa jami 85 nafar xotin-qizlarning shu kuni ko'zlari, dillari quvonchdan porladi. Tillari esa rahmat aytish bilan band bo'ldi.